Yo, hammaga salom bola. Bugungi videoda biza ekranimizga mana shunaqa jonli fon o'rnatishni o'rganamiz. Qani yozim ketdi, hop. Microsoft Store'ga kirib olamiz. Hop. Qidiruvga Lively wallpaper deb yozamiz mana. Mana shuni yuklab olamiz. Mana kirib qo'yganman. Mana shunday bo'ladi. Hop. Mana shunday bo'ladi sizlarda. Hop. Google'ga kirib olamiz. Qidiruvga 4K Lively wallpaper for PC deb yozsak, mana shu saytlar kelib chiqadi. Wallpaper mana saytiga kiramiz. Bu yerdan o'zingizga yoqqanini tanlab olasizlar. Mana men yuklab qo'yganman, mana o'zimga yoqqanini. Hop. Lively'ga kirib olamiz. Mana plyuscha turibdi, o'shani ustiga bosamiz va Google'ga qaytib kirib, o'sha yuklab olganimizni olib borib, shu yerga tashlaymiz. Mana bo'lyapti. Google'dan chiqib ketaveramiz. Hop, bu yerdan okni bosamiz. Yuklanyapti. Hozir. Ana do'stlar, yuklandi. Shuni birtasini agar boshqasini qo'ymoqchi bo'lsangiz, shunda yozingizlar set as wallpaperni bossangiz mana o'zgaradi. Hop, biz shuni olib qo'yamiz. Do'stlar, mana jonli ko'ryapsizlarmi? Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar.